Qadrli musiqa shinavandalari, mana navozandalarimiz chalg'u qilayotgan kuy Xorazm mumtoz kuylaridan dilimizga juda ham yaqin bo'lib qolgan Ali Qambar. Ali Qambarni eshitib ruhiyatimizga mana o'zgacha bir tuyg'ular kelyaptiki, Xorazmga xos bo'lgan, umuman qayerda yangrasa ham shu Xorazm kuy ekanligini anglash mumkin bo'lgan narsa. Bugun so'zi suhbatimizga juda ajoyib ustozlarni taklif qilganmiz. Ularning mulohazalari ham ana shu kuyimizga, hozir boshlayotgan so'zlarimizga hamohang bo'lsa, ajab emas. Bo'lmasam, Suvora supasi dasturini boshladik. Xorazm teleradio kanali ijodkorlari sizlarga ana yangi, yana kuy-navolar, qo'shiqlar, mulohazalarni taqdim etadi. Qadrli muxlislar, ustozlar bilan mulohazalarni boshladik. Rahimboy aka, mana yoningizda ustozimiz, mashhur bastakor Qadamboy aka Rahimov. Qadamboyga Rahimboy akam bilan ham ko'p yillardan buyon ijodiy muloqotingiz bor, hamkorliklar va albatta ijodiyot juda bir jozibali narsaki, bunda inson ruhiyati ham, uning mana shu rejalari ham, loyihalari ham bir-biriga moslashib boraveradi. Aynan mana shu hozir Ali Qambar kuyidan keyingi ruhiyatimiz ham shu dasturga moslashib ketsa ajab emas. Qadamboy aka, ustozning suvoralarini eshitganmisiz? Rahimboy aka Musayev bilan biz viloyat tadbirlarida 80-yillardan shu 2000-yillargacha bo'lgan davrda 20 yil mobaynida shu viloyat tadbirlarining ko'pchiligida birga qatnashgan. Rahimboy aka yaxshi ashulalarni aytgan. Shundan beri taniyman. Hazaras tumani bor, Xonqa tumanining ayrim joylarida, Xivada ham muxlislar ashulachilarni xotasini topib o'tiradilar bu yerda. Qayerda biron bir joyda bir ashulani so'zini xato aytadigan bo'lsa, keyin shu bahs ketadi muxlis bilan xonandalarning o'rtasida. O'zbekiston xalq hofizi Ro'zmat akam bilan muloqotlarni bilamiz bu kishini. Endi Hazorasbdagi muxlislar davralari o'zini xotiralarda shakllanar. Davom ettirsangiz. Endi ozmi ko'pmi muxlislar orttirdik. Shu ustozlardan o'rgangan qo'shiqlarimizni aytib, shu eski shu avlod ajdodlarimizdan kelayotgan maqomlar bo'lsin, suvoralar bo'lsin, shularni aytib, elimiz ichida o'rnimizni ozmi ko'pmi topsiqlab bilaman. Hozirgi vaqtda yana shogirdlarimizga o'rgatib kelayotganimiz bilganimizcha. Dasturimizning ijodiy an'anasi bor. Eng mas'uliyatli jihati bu qo'shiqlarni kuylash, suvora ijro qilish. Bugun nimani rejalashtiryapsiz? Shu suvoralar haqida ham bir fikr bildiring. Suvoralarimiz ko'p. Shu suvoralarni yaratib ketgan insonlar ham bor. Misol shulardan bittasi Komiljon aka, o'zining suvora 6-chi deb nomlanadi. Suvora-i komil ham deyiladi. Shuni ijro qilmoqchiman. Shu odatdagidan buning farqi so'zida. Navoiy so'ziga o'qilgan bo'lsa, bu so'z Xodimiy so'ziga o'qiladi. Xodimiy ham o'zimizning Xivadan ekanlar. Bobojon Tarroxning so'zlariga mansub. Mana Komiljon aka o'tirishlarda, to'y bazmlarda ijro qilgan ekanlar. Shuni topib o'rganib, qo'limizdan kelgancha baholi qudrat. Manga ey ahamnishiylar bog'i sahroding gapirmanglar. Xush olmas xotirim aslo tamoshoding gapirmanglar.
muhabbat ahliga firdavsi a'lodin gapirmanglar, mana g'ayras kalomi Yusuf osodin gapirmanglar. Yusuf pekimdin o'zga sarviranodin gapirmanglar deb boshlangan radifli she'r. Ko'pchilik matnlarda asosiy o'rinda turadigan mavzu yor vasli, muhabbat temasi. Suvoralar bizning Xorazm xalqining demak madaniy hayotida bir ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. To'y ma'rakalarda, o'tirishmalarda, muxlislar orasida ham, san'atkorlar orasida ham asosiy o'rinni egallaydigan repertuarlardan birisi suvoralar. Suvoralarda asosan nasihat, tarbiyaviy nuqtai nazardan aytiladigan matnlar ko'proq foydalangan. Diniy mavzuda bo'lishidan qat'iy nazar, baribir shu yosh avlodni deymizmi, umuman xalqni tarbiyaviy nuqtai nazardan turadigan matnlar asosiy o'rinni egallagan. Shuning uchun ham suvoralarning ahamiyati, ularning tutgan mavqei xalqning orasida juda mustahkam bo'lgan. Chunki bu suvoralar xalqni madaniy saviyasini oshirishda, axloqan ularni tarbiyalashda asosiy rolni o'ynagan matnlardan birisi hisoblanadi. Bu talqinni hozir kuylaydigan xonandalar bormi? Bu so'zlar hali bu bizning hozirgi bu alfabetimizda, kiril alfabetida yo'q-da bu so'zlar. Bu eski kitoblarda Suhbatul Obidin, qo'lyozmalarda bor bu Suhbatul Obidin. Shuni qidirib topganmiz buni. Shuning uchun hozircha endi so'nglik bilan chiqqanlar. Shavkat aka, Mavlonov shogirdlaringizdan o'rganishdik. Rashidbek Olloberganov, Hazorashbek shogirdingiz. Mirzabek Matnazarov, ajoyib shogirdingiz. San'atbek Boltayev shogirdlaringiz. Bular hofiz bular. Ham sozandalik qiladi, ham xonandalik qiladilar. Bu narsalarni o'rganishimiz kerak, targ'ib qilishimiz kerak. Mana hozir Rahimboy akamdan boshqa hech kim kuylamaydi ekan bu so'zni. Endi bizlar jadallik qilsak, ajab emas, shu suvoralarimiz yana ham o'zining bir muxlislarini topib, ko'ngillarimizga ravshanlik ulashadi. Bo'lmasam ustoz sizni sahnaga taklif qilamiz.
Küçük vaktime yükşulsun Seyre eylep deşte serana Zamanı görmesem takat Kılamam muldilar ana Gönül tapmasay anın kö Yiğidin özge hiç mavana Bana teklif eylep Vesbıkıp man haca atam Nigarın köyidin özge temenna Din gapırman Fazayı köy yavrum yastanır Gatagiye yavrumdur Sururi kalp hasıl kılmağa am seyre yavrumdur
Sefer balsamay göralmay man bu sevda dinge manlar mani hocaya atağını seyrgahım yardı kâvnı tünem maksud talep kıl mağa bastır köy cananı sapayı kalp hasıl kılgısidur ruy tabanı hazar ömürde geçen bir yüzüdür lalhandan kemine hadımıza nutkı İsa din yapırman Hurmatli muxlislar, mana Suvora-i Komilni tingladik. Rahimboy aka, yoshlar uchun bugungi mana shu ijodiyotdagi san'atkorlarimiz uchun bir ibrat namunasini ko'rsatdingiz. Bu so'zni eshitib o'zimiz ham hayratlanib o'tiribmiz mana Qadamboy aka. Mirbek asosiysi endi ovozimiz uncha yaxshi bo'lmasam shu yoshlar o'rgansin shuni. Kelajakda shu yoshlarimiz shu so'zni topib qayerdalar ekanman deb yurmasin deb shu aytib qo'ydi. Qadamboy aka, qanday ta'sirlandingiz? Rahimboy akani o'zi ham hali so'zni yaqinda olib turib yaqinda boshlaganman narsani, lekin baribir yaxshi taassurot qoldi menda. Shavkat aka, sizni mana bugun ustoz bilan hamkor qilyapmiz. Bugun dasturimizda rang-barang bir ijrolar bo'lsin. Shu muxlislarimizning ko'ngillariga bir xushnudlik ulashishni niyat qildik ana shunday tarzda. Hozir endi ustozni tingladingiz. Bu so'z sizga ham bir mas'uliyat yukladimi? Albatta. Mana shunday chiroyli so'zlarni, yaxshi bir g'azallarni suvora qilib, mana ustozimizdin ijro qilsalar, avlodlarimizga bir chiroyli narsa qoladi degan umidlarim bor. Bu so'zni Komiljon aka kuylaganlar. Komiljon akaning yozuvlari ham bor. Xonandalarimiz kam kuylaydi. Rahimboy akam kuylab turibdilar. Xuddi o'zining ashulasidek. Hech kim eshitmagan buni. Bu ijodiyotda fidoyilik albatta zarur. Qadamboy aka, Shavkat akamning ijro uslubi Xorazm Hofizlik maktabining bir ilg'or namoyandasi Otajon ustozga mengziydi. Bu kishining ijodiyotiga keladigan bo'lsak, oilaviy o'zi san'atkorlik bilan bog'langan. Shavkatjonni o'zidan ham ko'p men Bo'z akam bilan yaxshi tanishman. Bu kishining dadalari Urganch shahar madaniyat uyi qoshida maqomchilar ansambli bor edi. Shu maqomchilar ansamblining asosiy yetakchi xonandalardan birisi bo'lgan Bo'z aka. Uning ovozi, san'ati juda yuksak bo'lgan. Shuning uchun ham xonandalar umuman Xorazm san'atkorlari orasida Bo'z akaning obro'yi juda baland edi. U kishining ovozi birinchidan baland ovozi bor edi. Avjlarda, baland avjlarda kuylaydigan odati bor edi. U kishi bilan bellashadigan san'atkorlarning, hofizlarning o'zi juda kam topilar edi. Shu ijrolari esimda qolgan. Bo'z ota faqat mumtoz qo'shiqlar kuylaganmi yoki ashulalar yaratganmi? O'zining ijod namunalari bormi? Endi ko'pincha mumtoz ashulalar aytgan. Ashulalar yaratmaganmi? Endi ashulalar yaratgan bo'lishi kerak. Yosh bo'lganmiz u paytlari. Vaqtda bunday bir texnika bo'lmagan. 1,5 yozuvlari qolgan. Otangizni eslatadigan nima xirgoyi qila olasiz? Endi otamni ashulasi, eng birinchi ashulasi bu to'yga kirib kelsa, Bo'z ota keldi emas, ana qora ko'zim keldi. Qora ko'zimni shunday ijro qilib qo'yardi. Hamma bunga bir tan berardi. Farg'ona Toshkent mumtoz ashulalardan. Siz ham o'zlashtirganmisiz aynan dadangiz uslubida? Endi qo'ldan kelgancha so'ragan joylarda ijro qilib berganman. Biz ham so'radik bo'lmasam, ozgina ijro qiling. Dadamiz baland pardalarda aytgan. Shu do'g'a sozlangan bo'lsa, re pardan tutib shunday qilib aytganlar. Bizlar u darajada ayta olmasak ham xirgoyi qilib berishim mumkin. Qaro ko'zim kelimardim. Qaro ko'zim kelimardim. Lig'im deb
kılgıl. Rahmat. Shu ustozdan keyingi ijroga nimani tanladingiz? Endi ustozlarimiz Ataja Xudashkirovlar, Rozmat aka jumani yoziblar, o'zlarini maktabini yaratib ketgan. Shular bilan birga ishlaganimdan, birga bir yurganimdan, shular bilan bir muloqot qilganimdan faxrlanaman. Bu ustozlar hech bir ketmagan deyil. Bular yashab kelyapti. Biza shularni ashulalarni ijro qilyapmiz. Ashulalarimizni o'rgatyapmiz. Avlodlarimizga qoldiryapmiz. Kim icra qilsa shu ustoz eslab qo'yamiz, Komiljon ustani qo'shig'i, Hajixon ustani qo'shig'i, Atajon akani deb. Demak, shu o'lmaydi shuni bilan. Albatta. Shavkat og'amizga navbat berishdan oldin yana bir murojaat qilmoqchiman sizga ustoz. Mana hozirgi suvorani kuyladingiz bir yangi ijod namunasi sifatida. Komiljon aka kuylagan bo'lsa ham, lekin bugungi kunda xonandalar uchun yangi. O'zingiz endi bir yangi qo'shiqlar, mumtoz navolar ustida qanday ishlar olib boryapsiz? Endi shu asosiy shu o'tgan ustozlarning qo'shiqlarini esimizdan bu takror qilmasangiz yodingizdan chiqib ketadi ko'p narsa. Shularni takrorlab yuramiz. Maqomlardan bo'lsin, suvora so'zlaridan bo'lsin. Birida so'rab qoladi usta. Shu bir so'ralib eshitalibi deydi, uni bilmayman desang xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun shularni esimizda saqlab, yodlab, natib yuramiz. Yoshlarga o'rgatamiz. Farg'ona Toshkent aytim yo'li. Sizda qanday bu yo'nalishda bormi? Mozin ko'pim bor. Bayot yo'llari, aytganingizda ushshoqlar, boshqasi bir ikki narsalar aytamiz. To'g'risini aytish kerak. Hozir endi eshitadigan davra ham bor, eshitmaydigani ham bor. Ya'ni asosiy eshitadiganlar o'zi odamini topib, qo'shiqchini topib eshityapti. Shavkat og'a, bo'lmasam qaysi suvorani tanladik? Navoiy g'azaliga Oyaxiy muhammasi yakparda suvorani ijro qilib beramiz. Hazretin
Her joyda sen o'ylab yapır Qanchadan bo'lsam har joyda sen o'ylab yapır O'zgalarga bir nafas navbat berib tinglab yapır O'zgalarga bir nafas navbat berib tinglab yapır Toshga suv yukmas kabi yukmaydi nodonlarga so'zni qadriga yetuvchi odamni sen tanlab yapır so'zni qadriga yetuvchi odamni sen tanlab yapır Qadrli muxlislar, mana yana bitta suvora talqinini tingladik. Yakparda suvora va safti suvora bog'lanib ijro qilindi. Rahimboy aka, mana ijrochilar bular Otajon Xudoshkurov maktabining davomchilari bular. Shavkat akam ham doira sozida yana bir hofiz Ollovergan Meliyev. Bular har ikkalasi ham Otajon Xudoshkurov tanlovining g'oliblari bo'lgan. Biz bular bilan faxrlanamiz. Rahmat sizlarga. Umrbek, endi men bular oldimdan bilaman, ikkalasini ham tengqurmiz, bir vaqtda shu san'atga chiqqanmiz. Bular ikkisini ham ijodini kuzatib boraman. Xalqimizni xushnud qilib yuraversinlar. Rahmat ijrolaringiz uchun. Ijrodan men haqiqiy yana Otajon akaning hidi kelib turibdi ijrodan. Otajon akam shu 80-yillarda shu qo'shiqni birinchi mana shu motivda yakpardani ijro qilgan 70-80-yillar oralari ko'p ijro qiladi ustoz. Shunda quloqimizga singib qolgan shu hanglari, ichindagi aytib turgan nimalari hammasi Otajon ustoz tortib 100%. Mana shogirdlar qiyofasida Otajon akam tirik. Ollovergan yaxshi ijro qildi. Suvora tinglashning ham o'zining bir madaniyati bor. Suvoralar, mumtoz qo'shiqlarimiz, ayniqsa maqomlarimizni tinglaganda bu ohanglar kishiga bir sabr tuyg'usini ham beradi.
Chunki hajmi katta uning. Tinglab boshlagandagi oxirigacha tinglamagancha undan xulosa chiqarish qiyin bo'ladi. Ilgarilari to'y davralarimiz, soz davralari bo'ladimi? Uchrashuvlar bo'ladimi? Bularda maromiga yetkazib bu jarayonlar amalga oshirilgan. Davramizga Rashidbek Olloberganov shogirdingiz qo'shildi. Rashidbekni ko'pchilik hozir taniydi, muxlislar ham bor, o'zina loyiq ko'p. Bugungi ijrosini keladigan bo'lsak, bugun Qori Pirim so'zini Komiljon Taniyozov muhammasi bilan Qodiriy Alloh degan qo'shiq endi shunda yuritiladi, shu qo'shiqni ijro qilib beradi. Qadamboy aka, Komiljon akaning ko'p qo'shiqlari mumtoz yo'nalishda bastalangan. Kuy tuzilishlari o'ziga xos bo'lganligi uchun ham shunday. Boshqa birovnikiga o'xshamaydi. Birdaniga kutmagan joyda avjga chiqib ketganini hayron qolasiz. Komiljon akaning shunday o'zi uslubi bor. Shu ashulani ayta turib, bir banddan keyingi bandda birdaniga avj olib berganini ko'rsangiz hayron qolasiz. Mana shunday hislatlari bor. Uning kuy tuzilishi shuning uchun ham boshqa bastakorlarnikiga o'xshamaydi, faqat uning o'zigagina xos bo'lgan. Lekin shogirdlari yana shu ashulalarni ijro qilib, uning ikkinchi, uchinchi hayotlarini yana davom qildirib kelyaptilar. Ashulalarni maromiga yetkazib ijro qilishning ham bir mas'uliyati katta. Albatta. Istagimiz shu Komiljon akaning yo'lini bugungi san'atkorlarga ham bersin. Rashidbek Olloberganovni sahnaga taklif qilamiz bo'lmasa. Yetti o'zi Qodiriy Allah isyonga botib qilmadi bir astag'firullah o'zing yetasan g'oniga doham masvallah Majnun boshini sajladin almas idi aslama yerlayli itini cününden takdim selam Vesliğe yetalmay neye taat kılayım feravat kılayım yıllar kil bana bakmasa meclis kurayım neyley karam nergizli başımga urayım kim başıma afet keltirir ulu küzi şelana için kadri takdir benden akılır onun için ilahi tekbir olmana aşkır feryat etmeyleme tebgir yazganda yüzün sanatını katibi takdir işkayetini kıldı beni şanıma imla
می چدی نیچسی مستیک زاویه تراده nefret yetibil gidene tesbih Ulmu beçene güya ki çıkıptır yine sürür Yok seni üçün yerde bağır Ulşular kiliyor Beytül Hazani yarı turlar Gamze kılıcı Birleyi köksümce kulurlar Ağlam kiliyor Kıldım hatalar ki çürürler Duzahni meğer işkuti birleme kızı türler Derel gene uçmadan yürür beste övlen Bulganda akşini Nevcivan gayreti kıstar Kim kar diyor Başida hupı hatar artar Mahsanlı yiğitler meyiş gelen ister Yahut kavrulan ümmetini eylep temellen Yetmez sana bul hastana da dilene ayını kamine kulur ben beylesene kaşının yayı Vestiga yetişkin Neçesen bulsan avayi Ger kılsana kerem Teyri tabarek vatara Ger kılsana kerem Teyri tabarek vatara
Qadrli muxlislar, navozandalarga katta rahmat aytamiz. Ustozlar bilan mulohazalarni davom ettiramiz. Rahimboy aka, ustoz shogird an'analari ana shunday jarayonda o'zgacha ohang bilan davom qiladi deb o'ylayman. Shogirdlar ham endi xudo xolasa asta-sekin ko'zga ko'rinib, o'zlarining muxlislarini ega bo'lib, o'zlari ijod qilib turibdilar. Ular ijodlarini muvaffaqiyat tilaymiz. Xudoyim shu charchamasinlar. Yaxshi qo'shiqlarimizni ustozlardan qilgan, mumtoz qo'shiqlarimizni maqomlardan, suvoralardan ijro qilib, xalqimizni mamnun qilib yuraversinlar. Shavkat aka Mavlonov bilan bir necha yil burun shu suvora supasi dasturida mulohazalar qilib, ijrolar taqdim qilganmiz. Aynan o'sha davrada ham shogirdi bilan qatnashganlar. Dutori yigitimiz o'tiribdilar, Azamat Jumaniyozov. Bular hamkor bo'lib, hamnafasda ham kuylaganlar. Bugun shu jarayonlarni ko'rib yurgan Azamat ukamiz, Sanatbek Boltayev, Rashidbek, Mirzabek, Shavkat aka, mana ustoz shogirdlik an'anasini bu jarayoniga munosabatingiz. Rashidbek ham mana ko'p ustozlarni ta'limini olgan. Juda yaxshi bir hofiz, kelgusi parlaq, bir chiroyli bir ashulalarni qildilar. Bu ustoz shoir an'anasi davom qilsin. Efirga chiqqandan keyin minglagan tomoshabinlarning diqqat e'tibori xonandalarning esiga tushadi, ham shunga loyiq vahm bosadi xonandalarning. Mas'uliyatini his qiladilar. Shularni aytayotgan paytda shu tomoshabinlarning e'tiboriga loyiq bo'lishga harakat qilishadi. Mana shu taraflardan ham bu studiyadagi ijro, bu mana shu taraflari bor. Endi ustoz shogirdga keladigan bo'lsak, hech kim ham osmondan tushib turib ashulachi bo'lmaydi. Albatta u kim bo'lishidan qat'iy nazar qandaydir ustozning ta'limini olgan. Bu an'ana qadimdan kelib davom qilib kelyapti. Kamoljon aka ham kimgadir shogird bo'lganlar. Bolabaxshidan o'rganganlar, o'zidan oldingi maqomdan ustozlardan, Matpanat haqida bilgandan o'rganganlar. Kamoljon akaning shogirdlari mana endi Otajon Xudoy Shukurov, Ortiq Otajonov, Olmaxon Hayitova, Bobomurod Hamdomovga o'xshagan yirik ularning ham shogirdlarning shogirdi mana shu an'ana davom qilib turib, bizni san'atimizning shu boqiyligini ta'minlab turgan narsa ham bizni ustoz shogird an'anasi hisoblanadi deb o'ylayman. Bu xayrli ijodiyot bardavom bo'lsin. Rahimboy aka, ijroga navbat yetyapti. Sanatbek Boltayevning ijrosini bir e'lon qilsangiz, qaysi qo'shiqni tayyorlab kelganlar? Bugungi ko'rsatuvimizga g'oyibiy so'zi bilan Nasud qo'shig'ini ijro qilib beradi. Köngül mehriyle bol, namirbanlık dinlesin. Yaxşı bol, yaxşı ve hamdem, bol yamanlık dinlesin. Yaxşılık fikri de bol, terk et yamanlık fikrini. Yaxşılıq hayır olur, ol bədcümalıq dinləsin. Yaxşılıq hayır olur, ol bədcümalıq dinləsin.
nefsin üçün kılmaz yağlık dinlesin. Boşurun tüllikte özün halka körgüzmek üçün tabi şeytan birle bul şirin zamanlık diyenesin. Sen özge söz beyanlık dinlesin. Otuyun güya sen özge söz beyanlık dinlesin. Kelsen oyun nefsin üçün kollayar sen ikin. Bekru tavdi birle bolsa o belanlık dinlesin. Bunca dünya teşvişide naamanlık dinlesin. Bunca dünya teşvişide naamanlık dinlesin. Yaxşı bul, yaxşıga hamdam bul yamanlık dinlesin. Siz muxlislar nomidan navozandalarga rahmat aytamiz. Rahimboy aka, mana bugungi ijro davramiz ham xotimalab boryapti. Xorazm teleradio kanali ijodkorlari tomonidan taqdim etilayotgan Suvora supasi va boshqa milliy mumtoz qo'shiqchiligimiz, musiqa san'ati bilan bog'liq dasturlarimiz hammasida shu san'atimizni targ'iboti bor. Bu amaliy jarayon, dilxush navolar, mulohazalar bilan muxlislarga xush yoqqan bo'lsa ajab emas. Biz albatta bu qadriyatni, an'analarni hali kelajakda ko'p davom qildiramiz. Baribir ustoz shogird an'analari o'lmas bir davom qildiradigan bir nimada bu. Ustozsiz baribir shogird, baribir magnitofon, boshqa nimadan o'rgangandan ko'ra shu ustozni pechidan mahkam tutib shu o'rgangan ma'qul. Mana shu jarayonning o'zi ham bir targ'ibot dedik. Bu davrani tomosha qilgan san'atkor, yosh avlod vakili albatta sizlarni ustoz deb qabul qiladi. Bugun mana yangi ovozlarni ham tinglayapmiz. Demak, san'atimizda, ijodiyotimizda amaliy jarayonlar o'zini samarasini beryapti. Men
sizlarga va sizlar bilan birgalikda hamkor bo'lib kelgan barcha navozandalarga muxlislar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Qadrli qo'shiq shaydolari, mana o'zbek milliy musiqa san'ati va qolaversa uning negizida bardavom bo'lib kelayotgan Xorazm qo'shiqchilik san'ati targ'iboti bilan bog'liq bo'lgan navbatdagi suvora supamizni tinglab tomosha qildingiz. Sizga yaxshi qo'shiqlar doimo hamroh bo'lsin. Yanagi efirlargacha deb qolamiz. Salomat bo'ling.